Bu dünya acayip qismatlarga to'lgan. Sen ba'zida yig'lab turib kulishga majbur bo'lasan yoki kulib turib yig'lashqa. Bexatarlik tasmasini taqib oling. Oldimizda tekshirish punkti bor. Amsi tushdan keyin ko'rishaylik, Tayir. Telefon qilishni unutib qolma. Hoşimda da aytdinga mening ota-onam zodi kim? Ular hayotmi? Agar hayot bo'lsa, hozir ular qayerda? O'ylab baq. Uni kichkidan ko'chdan teprilib, mahalladagi Hoshim buvoylarga beqib og'ilib ekan. Ashundaq ota-onasi yo'q. Ko'chdan tepib olgan bolaga seni beramdan. Birinchi qism. Bu dünya acayip qismatlarga to'lgan. Sen ba'zida yig'lab turib kulishga majbur bo'lasan yoki kulib turib yig'lashqa. Taqdir seni har xil sinoqlar bilan sinaydi. Xon bo'lasan ham xor bo'lasan. Attigandala kara mashinasini haydab tirikchilik qilish uchun uydan chiqqan Tayir qizil chiroqdan o'tib mengishga bir qiz mashinaning oldini to'sdi. Oldida to'xtagan mashinaning eshigini ochib, oldi tarafda o'ltirgach. Ustam, meni xalqaro cho'ng bozorga olib qo'ysangiz bo'pti ekan. Bexatarlik tasmasini taqib oling. Oldimizda tekshirish punkti bor. Ejab bezor bo'ldim. Mashinaga chiqsam ham odamning ishini siqib, mushu burnimni taqondab turib qolgan. Undaq demang. Bexatarlik birinchi. Bu yo'lovchilar uchun, hamda shoferlar uchun foydali. Tasodifiy biror raqaga uchrab qolsak yoki qatnash hodisasiga yo'liqib qolsak, zaxmlanish ig'ir bo'lmaydi. Dedi Tayir yenidagi qizga qarab. Qaradi-yu, yuragi hayajondan so'qib ketdi. Sulay? Bu senmi? Bu yerda nima qilyapsa? Tayir? Mo jahonning tarliqini ajab uchrashib qoldik desa, o'ylamabdiman bunday uchrashib qolishimizni. Tuyuqsiz o'zining ismini anglagan u qiz shoferga qarab turibli qoldi va hayajondan varqiravatdi. Ular bir-birisidan tinish amonlik so'rashgandan keyin Tayir yig'iz ochdi. Bu sen qana qilib bu yerga kelib qolding? Dadangchi yolg'iz qoldimi? Tuyuqsiz so'ralgan savoldan Zulayning dimi ichiga tushib ketdi va ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Tayir o'zining bema'ni savol so'rab qo'yganligini bildi va o'ng'aysizlandi. Lekin uning so'ragan savoli to'g'ri edi. Chunki cho'nglarning ahvolini so'rash xato emas-da. U Zulayning bir ichpushqi borligini tushundi va samimiylik bilan: Zulay, agar vaqting bo'lsa, tamoqigach ahvollashaylik. Uzun yillar bo'pti, biz ko'rishmadik. Bo'ladi Tayir. Tushdan keyin vaqtim bor. Telefon nomerimni sen qoldirib qo'yay, telefon qilarsan, dedi Zulay va Tayirning telefonini olib, o'zining nomerini kirgizib qo'ydi. Mashina birdamla xalqaro cho'ng bozorga yetib keldi. Zulay mashinadan tushib etib, portmaldan pul olmoqchi bo'ldi. Nima ish qilyapsan, Zulay? Odamni xijil qilma. Sendan pul olsam, sattura. Unda desang bo'lmaydi, Tayir. Boshqa mashinada o'tirgan bo'lsam-mu, o'xshashli pul to'laydim. Amsi tushdan keyin ko'rishaylik, Tayir. Telefon qilishni unutib qolma. Xo'sh. Zulay shundoq deguncha portmaldan olgan pulni o'zi o'ltirgan o'ringa qo'yib qo'ydi va keyniga o'rilib, ushshaq qadam olguncha ketib qoldi. Tayir bara-bara ko'z oldidan yiroqlashayotgan Zulayga qarab, uf deguncha ig'ri birni tinivatdi. Yanili shu tonish chiroy ko'z oldidan o'tib tursa, Tig'ich astin chiqmayotgan, uni azoblayotgan bir ovoz quloq tubida yangraydi.
Ma'qul degan dada. Men uni yaxshi ko'raman. O yaxshi bola. Nima deding? Sen aşındak ata-anasının tayini yok bir yetimekni yaxshi ko'ramsan? Qarab baqa onunga. Onun aşı turqudan başqa nemisi bor? Öydisi bir eg'iz kapisi bor. Ondaq kapida bizni o'yda it uxlaydi. Shundaq turib, qaysi ahvolga sen bilan to'y qilmoqchi? Onun bilan to'y qilsam, ma'lida qanday yuzimni ko'tarib yura olayman. Lekin dada, o yaxshi bola. O cho'qim meni baxtli qila oladi. O'ylab baq. Uni kichkidan ko'chdan tepilib, ma'lidagi Hoshim boylarga beqilog'ini bergan. Aşındaq ata-anası yo'q. Ko'chadan tepib olgan bolaga seni beramdan. Zulay yig'laydi, yaluratdi. Lekin tosh yurak dada uning dod faryodiga quloq solmasdan Toyirni xuddi itni qo'g'laganda qo'g'lab chiqardi. Toyir mashinani qo'zg'ab oldi tarafga yurib ketdi. Uning ko'zlari namlashgan edi. Diqqatini yig'olmaydi. O'ylamaydi-simo, shu 10 yil burungi ishlar uning xiyoliga kirib oladi. U bundaq bo'lsa yaxshi bo'lmaydiganligini biror vaqa chiqarib qo'yishdan ansirab, mashinani shahar sirtidagi xoli bir joyga to'xtatdi. Va Zulay bilan ko'rishkichilik shu yerda orom elishni o'yladi. Toyir mashinaning o'rindig'iga yo'languncha qo'l telefonini qo'liga oldi va undidorning odam qo'shadigan yerini echib, Zulayning nomerini kirgizdi. Bu telefon nomeriga Oq Attirgul nomida bir undidor ichilgan bo'lib, bir jup oq attirgulni bosh surati qilgan edi. Toyirning yuraklari boshqacha so'qib ketdi. Chunki Zulay azaldan attirgulga amroq bo'lib, Toyir uning uchun har xil attirgul ko'chatlarini tepib kelib, o'ylisiga tikib beradi. Buning ichida u parvish qilib o'stirgan bir tup oq attirgulga Zulay qavatli amroq edi. Yoz kunlari attirgullar po'raklab ichilgan vaqtlarda ko'z qiymisimu nejdal uzib yotoq uyidagi lo'nqiga silib suv quyib qo'yadi. Toyirning xiyol kaptiri bolaliq chog'lariga qarab parvoz qildi. Toyir esini bilgandan boshlab beqib olgan dadasi Hoshim buvay bilan bir uyda yashab keldi. U o'zining haqiqiy ota-onasining kim ekanligini bilmaydi. Faqat mahalladagi tangtush bolalar bilan o'ynash jarayonida boshqa bolalar uni bo'zaq qilib yetim o'g'loq degandek gaplar bilan tilg'andilar, ko'zga hech nima ko'rinmay shundaq deb tilg'an bolalar bilan so'qishib ketadi. Cho'nglar kelib o'tirg'i tushib, arg'andilar bo'ldi qiladi. Va uchqandek uyga kirgan beti Hoshim buvayning quchqiga o'zini etib, o'rkirab yig'ilgan holda so'raydi. Hoshim dada, itinga mening ota-onam zodi kim? Ular hayotmi? Agar hayot bo'lsa, hozir ular qayerda? Degandek savollarni yog'dirib etadi. Bundaq chaqlarda Hoshim buvay nima deyishni bilmay, mo'g'irkining ochiq sho'rg'incha o'ltirib ketadi. Va Toyirning beshini silab, mehribonlik ko'rsatib turib, shuni deydi. Jinim o'g'lim, sen yetim emas. Biz sening ota-onang. Bu dunyoda hech kim ota-onasiz tug'ilgan emas. Gap farzandini kim bu dunyoga obrida qilganligida emas. Balkim haqiqiy kuyinib, parvish qilib, cho'ng qilganligida. Boshqalarning gapiga ishonma. Faqat bizni o'zingning haqiqiy ota-onasi deb bilsang bo'ldi. Hoshim buvayning bu gaplari Toyirning yurak qitiga singib ketdi. Shuningdan keyin u ota-onasi to'g'riliq gap qilmaydigan bo'ldi. Demisimi Toyirni qaysi vijdonsizning tashlab qo'yganligi noma'lum.
Tayirni mahalladagi kishilar ko'chaning do'qmishdan tepib olib, o'zaro maslahatlashish orqali bu mahalladagi azaldan farzand yuz ko'rib boqmagan Hoshim buvayning beqishiga bergan edi. Hoshim buvaymu qaltis xush bo'lib ketdi va balini uyga elib kelib, holidan yaxshi xabar oldi. Toir 1 yoshga kirgan vaqtlarda Hoshim kamning ayoli kasal sababidan ularni tashlab qo'yib, mangulik xo'shlashdi. Hoshim buvay uningga ota va ona bo'lib, holidan yaxshi xabar oldi. Bu mahallada Hoshim buvaydan boshqa yana bir odam uningga alohida g'amxo'rlik qiladi. U bo'lsa-mu Zul'ayning dadisi Sodir aka edi. Sodir aka bu mahallada xeyli ko'zga ko'ringan tijoratchi bo'lib, o'ziga tushliq 100 obro'yi bor edi. Ayoli bo'lsa Zul'ay 2 yoshga kirgan yili ziq kesili bilan tugab ketgan bo'lib, mahalladagilarning qaytadan turmushliq bo'lgan, o'ylab qo'yayli deganlarga qo'shilmay, qizimni o'gayning oldiga qo'ymayman deb to'y qilishga zinhor unmadi. U Toirni yolg'iz ko'rib qolgan vaqtlarda boshlarini silab, mehr bilan qarab, g'amxo'rlik qiladi. Uyga boshlab kirib, qo'rsqiga tamoq beradi. Pat-pat kiyim-kechak elib, uningga kiydirib, holidan xabar oladi. Shunglashqimikin Sodir aka Toirning ko'ziga boshqacha issiq ko'rinib, xuddi o'z dadasidek his qiladigan bo'lib qoldi. Shu jarayonda Zul'ay bilan tanishdi. Ular maktabga billa berib, billa keladi. Billa o'ynaydi. Billa topshiriq ishlaydi. Toir to'liqsizda o'qiyotgan mezgilda Hoshim buvaymi uni yolg'iz tashlab qo'yib, mangulik ketib qoldi. Endi Toir yolg'iz qoldi. Lekin Zul'ay uning yolg'izligini bildirmaydi. Bara-bara ular cho'ng bo'ldi. Ularning orasidagi do'stlik o'zgarib, bir-birini ko'rsa xijil bo'ladigan, tortinib gap qila olmaydigan holga yetdi. Demak, ikkisining o'rtasida yaxshi ko'rish, muhabbat paydo bo'lgan edi. Bir-birini birdam ko'rmasa, izlaydigan, yolg'iz qolgan vaqtlarda munglinib o'ltirib ketadigan holat shakllandi. Bu ishlarni Sodir aka tuyib qoldimi qandoq, uning Toirga bo'lgan muomalasi o'zgardi. Toirga to'ng tegadi. Hatto uyga izlab kelsa, nimaga kelding, nima ishing bor, endi bu uyga kelma degandek gaplarni qiladi. Toir shundoq mehr issiq kuyimjon bir odamning turibli o'zgarib qolganiga hayron qoldi. Ashpash deguncha ularmu balog'atga yetib qoldi. Zul'ayning uyiga beshini og'irtib, elchilar kelishga boshladi. Sodir aka boshda qizim nima desa shu deb uning ixtiyoriga qo'yibdi.